o'sishda sakrashlari. Bu haqiqatmi va bularning barchasidan qanday omon qolish kerak? Afsuski, ilm fan bularning barchasini qanday tushuntirishni hali bilmaydi, ammo o'sishda sakrashlari mavjud va odatda ular davrida u yerda 4-dan 6-haftagacha, keyin 3-6, u yerda 9 va 12 oyda sodir bo'ladi. Turli manbalarga ko'ra turli xil raqamlar mavjud, ammo taxminan shunga o'xshash narsa. Bu yerda siz va men nimani bilishimiz kerak? O'sishda sakrashlar bolaga bog'liq emas, bilasizmi? Injiq bo'lishga qaror qilganda men bilmayman, u qandaydir qiyinchiliklarga duch kela boshlaydi, chunki ota-onalar ko'pincha, ayniqsa 6 oylikdan keyin qo'shimcha oziqlantirish joriy etilganda, bola to'xtaydi, aytaylik, ovqatlanish yoki boshqa narsa, go'yo qo'shimcha ovqatlanishdan to'xtab qolgan deb aytishadi. Ya'ni bu bolaning nimadadir noto'g'ri narsa bo'layotgani bilan emas, aksincha, unda yangi imkoniyatlar va funksiyalar paydo bo'layotgani va u ularga biroz moslashni o'rganayotgani bilan bog'liq. Shuningdek, shuni ham kuzatishgan, aynan shu o'sishda sakrashlari davrida bolalar vazni juda yaxshi oshiradi, ya'ni oldingiga qaraganda ancha ko'proq. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, o'sish sur'atlari miyaning taxminan u erga kelgan yangi kirishlarga moslashish jarayonidir. Shu bois, ota-ona sifatida bizning asosiy vazifamiz biroz xotirjam bo'lish va eng muhimi, bularning barchasi o'tib ketishini, bu vaqtinchalik jarayon ekanligini tushunishdir. Va bizning asosiy vazifamiz avvalgi videoroliklarda aytganimdek, boqish, mehr berish, o'pish va albatta imkon qadar ko'proq uxlashga imkon yaratish.